Assalomu alaykum Abdug'ofur aka. Вообще xursandchilik bo'lib ketdi hozir aka, mana o'zimiz nimada o'zim to'ldirganimda chiqib qoldi Abdug'ofur aka, mana. Ko'ring-da. Voy mana de, xursand bo'lib o'tiribmiz. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mana biz bilan firma bilan o'ynay va yutib oling. Mana o'zimizning firmamizda o'zimizga hammamizga green card to'ldirgan bola o'ziga chiqib qoldi. Вообще ishkalat bo'ldi. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz green card yutib olib, Amerikaga yo'l olish arafasida turgan yana bir yurtdoshimiz. Bu yurtdoshimiz nafaqat yutib olgan, balki green cardni to'ldirish bo'yicha mutaxassis. Kanalimizga begona emas, hamkorimiz bo'ladi. Agar siz ham Amerikaga ketish niyatida yurgan bo'lsangiz, ko'rsatuvimizni oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Atingiz nima edi? Yaxshi keldingizmi? Charchamay yomg'irli kunlarda Ashirga qaytadan olaylik. Xus bo'lib ketdi. Xushvaqt bo'ling eshitdim. Assalomu alaykum Dilmurodjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ashir aka, Assalom. xushvaqt bo'ling. Charchamay yomg'irlarda qiynalmay keldinglarmi? Ayni damda 2-3 kundan beri juda yomg'ir quryapti Andijonda. Qanday hayajonlar, qanday bir his-tuyg'ular bo'lyapti sizda? Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar juda hozirgi vaqtda a'lo darajada. Sababi mana o'zingiz guvohsiz, juda ko'plab insonlar biz kanalimizga intervyu bergan, o'sha viza olib, green card yutib viza olganlar. Shular qatori o'zim ham juda havas qilib, ularga viza olib Amerikaga ketyapti. Bizga ham nasib qilarmikin degan o'y-xayollar bilan, orzular bilan yurgan edik. Mana Xudoga shukr, bizga ham nasib qildi. Vizalarni olib chiqdik. Xudo xolasa yaqin orada ketish arafasida turibmiz. To'g'ri. Esimda bor. Yaqin kunda Soyib aka bundan oldingi videomizda chiqqan akamizni, undan oldin 1 yil avval do'stingiz olib kelgansiz esingizda bo'lsa, Albatta. men ham inshaalloh sizga shunaqa intervyu beramanmikin aka deb havas qilgan edi. Inshaalloh mana niyatiga yetib bugun yuzma-yuz o'tiribmiz, suhbat quryapmiz. Bejiz emas. Ukamiz biletni ham olib qo'ygan. Xudo xolasa tez kunlarda Amerikada bo'ladi. Xudo xolasa. Uka, odatdagi savol. Birinchi yutib olganingizda emotsiyalar qanday bo'ldi? Kimga birinchi bo'lib aytdingiz? Xo'p, birinchi yutib olgan paytimizda o'sha blogingizda bo'lsa, prямой efirda o'tirgan edik. Jonli efir edi. Jonli efirda o'tirgan edik. Men o'zim ham kuzatib o'tirgan edim o'sha Telegram kanalda, keyin saytda o'sha klientlarimizni biz bilan anketa to'ldirgan klientlarimizni yutuqlarini tekshirish borasida o'tirgan edim. Keyin o'zi hayolim o'zim ham to'ldirib qo'ygan edim o'zimga. Qani dedim, keyin o'zimnikini bir tekshirib ko'raychi deb tekshirdim. Keyin Abdug'ofur akam prямой efirda o'tiribdi, men kompyuterda tekshirib nima qilyapman, ko'ryapman. O'zimnikini shunday kirityapman, o'sha saytda birozgina qotib ishladi. Keyin O'sha kunlarda boshlangan paytida, to'g'rimi? Rosa qat'iy doim shu paytda. Shu soat 11lar atrofida edi. Kechqurungi 11lar atrofida biz O'zbekiston vaqtida. Keyin shuni kirib ketdi, bu yoqqa yutuq sahifa chiqib o'tiribdi-da, shu gerib chiqib, xursandchilik bo'lib, hayollarim o'zimga tilim aylanmay qoldi o'sha vaqtda. Esimda bor shu joylari, esimda bor. Iloji bo'lsa shu joyini videoda qo'yib ketamiz hozir. Menga tashing, menga. Voy mana biz. Voy, jahon, mana baxt qaranglar baxt. Alhamdulillah yetishdi. Assalomu alaykum Abdug'ofur aka. Вообще xursandchilik bo'lib ketdi hozir aka, mana o'zimiz nimada o'zim to'ldirganimda chiqib qoldi Abdug'ofur aka, mana. Ko'ring-da. Mana de, xursand bo'lib o'tiribmiz.
lekin So'rsa bo'ldi. O'zimizni firmani o'ynab, o'zimizni firma yutdi. Reklama ham ichida ketdi ekan. Bizni firmada o'ynalib, o'zimiz o'ynab, o'zimiz yutamiz deb olamiz-da endi. Dilmurodjon, Green Card'ni necha marta o'ynagansiz o'zi? Shu paytgacha o'zingiz to'ldirasiz. Necha marta to'ldirdingiz? Rostini aytsam sizga, Green Card'ni ikkinchi marta o'ynashimga yutuq chiqdi. Birinchisida juda umidvor bo'lib kutgan edim. Ya'ni 2022-yil Green Card'ni to'ldirdim. 23-yil o'sha 6-may, adashmasam 6-may atrofida javoblari e'lon qilindi. Tekshirdim, afsuski has not been selected. Siz yutmadingiz degan yozuvni ko'rdim. Keyin biroz shukrlik kayfiyat bo'ldi. Undan keyin vaqtlar o'tib, oktyabr oyi keldi mana o'zimiz ham to'ldirishni boshladik. Oktyabr oyida esimda bor 13-oktyabr to'ldirganman. O'zi aslida qaysi kunda Green Card to'ldirishlikda uni ahamiyati yo'q. Yutuq chiqishi unga bog'liq emas. Omadga bog'liq ko'proq. Ha, to'g'ri. Bu haqida yana ozgina gapirib o'tamiz. Ba'zilarda mutaxassis men ham yordamlashganman Green Card to'ldirish mavsumida. Ba'zilar kunni oxirida to'ldirsa, shu Green Card tugash paytida to'ldirsa yutuq chiqargan yoki boshlanish paytida yutuq chiqargan 13-kun shunga o'xshash bizga anaqalar keldi. Bidatga o'xshagan narsalar. To'ldirishga majbur bo'ldik. Yopiladigan paytlar kelganda ham aynan shu narsa haqida gapirib o'tyapti hozir. Keyin nima bo'ldi? Keyin 13-oktyabr keldi. Uje o'yladimki, ha bo'ldi, menga chiqmaydi. Green Card endi eng omadli odamlarga chiqadi degan o'y xayol bilan tavakkal to'ldirib qo'ydim. O'zbekistonda o'sha shom vaqti oralig'ida to'ldirib qo'ydim o'zimga. Shuni ham so'rashadi-da, bekorga aytmayapti. Qaysi paytda to'ldirgansiz, qaysi kuni to'ldirgansiz? Yana bitta narsani aytib o'taman. Bugungi endi intervyu bo'lib emas, bir do'stona suhbat sifatida qabul qilasizlar, chunki hamkorimiz Green Cardni to'ldirish bo'yicha birga sherik bo'ladi. Abdug'ofur, men, Dilmurodjon. Odatda Green Card o'ynovchilarda shunaqa his-tuyg'u bo'lar ekan. Menda ham bo'lgan, Dilmurodjonda ham bo'lgan ekan, hozir mana aytib o'tdi. Birinchi marta Green Card to'ldirayotgan odamlar xuddiki yutib oladiganga o'xshaydi. Shu birinchi marta o'ynagan yutib oladigan. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Xuddi shunaqa bo'lgan. U Rossiyaga ketaman, yo'q, ketmay turaverib yutib olsam, keyin yana kelib og'ir bo'lib qolaman. Uylanmoqchi bo'lganlar yo'q, uylanmay turib yutib olaman. Shunaqa holat bo'lar ekan. Ko'pchilik tanishlarim telefon qilib, qanday ish topish kerak, nima ish qilishim kerak, hali o'ynamasdan turib, endi o'ylaganlar shunaqa holatga tushib qolar ekan odatda. Keyin 1-2 marta yutuq chiqmagandan keyin moslashib qolar ekan. Endi keyingi nimamiz, kimga birinchi bo'lib aytdingiz? Yoningizda kimlar bor edi? Qanaqa qabul qilishdi? Qo'ni-qo'shni, qarindosh, ota-ona. Xo'p, birinchi bo'lib o'zim ko'rganimdan keyin prямо efirda o'tirgan edik. Abdug'ofur akamga aytdim, ishonmadi. Hazillashmang. Rostdan aytyapsizmi? Yutib oldingizmi dedi. Keyin Telegramga kiring, Telegramga. Hozir hech kimni tashlayman deb sirasi tashladim. Keyin quloqqa gap kirmay qoldi. Ya'ni kim sirasi chiqdim, Telegramdan chiqdim. Uyda o'tirgan bo'lsak, narigi xonada onam o'tirgan. Onam o'sha xamir olayotgan ekan, xamir qilib tayyorlayotgan ekan. Sen bo'lamanmi ekan? Narigi xonada o'tirgan holatda onam o'tirgan ekan. Xamir tush olayotgan ekan. Keyin yugurib borib telefonda olib chiqdim. Ona, aya bizga mana endi biz Andijonda aya deymiz. Aya Green Card yutib oldim. Yutib chiqdi menga desam ishonmadi. Haligi bilasiz, onada baribir bolaga nisbatan quvonch, xursandchilik sig'maydi. Dadamga ham aytdim keyin. Keyin hammadan ham ko'p onam kutgan edi. Green Cardni yutishimni, Amerikaga ketib o'sha yerlarda qo'lim topishlaydi. Yo'q, albatta. Aslida esingizda bo'lsa, o'tgan safar Soyib akaning videosini ko'rgan bo'lsangiz, men ham Green Cardni o'ynashimdan tortib o'tgan safar ham aytganman. Onam hayajonga tushishni boshlaydi. Shu ketib qolarmikan Amerikaga, ketib qolsa sog'inadi-yu baribir. Shuni o'ylaydi. Siz endi boshqacharoq bo'libdi. Nazorat ketishingizni shu joylarga borib, albatta kelajagingizni o'ylagan. Biznikilar qaytanga, dadam ham, onam ham xafa bo'lishni boshlagan, sog'inishni boshlagan hali Green Card yutib chiqmasdan. Keyin nima dedi onangiz? Onam, rostdan yutdingmi? Kecha qani ko'rsatchi, qanaqa bo'ladi bu? Ha, mana yutuq sahifasida Gerb rasmi chiqib o'tiribdi. Shunaqa bo'lar ekan, ona deb endi men ham hayajondaman bu paytda. Gap kelmayapti. Endi ko'rsatdik, sirasi qarindosh urug'larga onam telefon qilib aytishni boshladi. Shu bilan xursandchilik bo'lib ketdi Green Card yutib chiqib. O'sha keyin sirasi dadamga keling dada, mana yutuq chiqibdi deb kompyuterda oldiga, kompyuterda tayyor ko'rgan edim. O'tkazib dada, mana shunaqa holat ekan. Yutdik mana, bizga ham nasib qildi deb aytish nasib qildi mana, xudo xolasa.
Dadam xursand bo'ldi, tabriklar. Albatta, dadam ham xursand. Endi dadam uncha tushunmaydi. Asosan onam ko'proq qiziqib YouTube'larda izlanib, ya'ni u yoqlarda yurganlarni ko'rib, insonlarni ko'rib turib havas qilardi. O'zi ham shu chet davlatlarga chiqib, bir aylansak bo'lar ekan, bo'laman deb ko'p gapiradi. Qani hanuz Xudo xolisa mana sekin-sekin Inshaalloh mana shu paytlar yetib keldi, Xudo xolisa. Oz kunlardan keyin. Sizlar uchun qiziq savol. Green Card to'ldirish bo'yicha mutaxassissiz. Ana minglagan odamlarga to'ldirasiz. O'zingizga yutuq chiqdi. Albatta. Sirini topdingizmi, nima qildingiz? Bizga ham ayting. Juda ko'plab savollar keladi mana. O'z guvohsiz juda ko'plab insonlar aytadi, buni qanaqangi siri bor? Nima qilsam Green Card yutaman? Qaysi bir kuni, qaysidir vaqtda Green Card to'ldirsam yutaman deb bo'ldi. Yo'q, bu noto'g'ri miflar, noto'g'ri ma'lumotlar. Green Cardda o'zi aslida omadga bog'liq, 100% omadga bog'liq desak bo'ladi. Mana o'zimdan yo'q. Men deyarli ishonchim yo'qolgan edi. Ya'ni 2022-yil shu umidvor bo'lib 23-yil kutdim, chiqmadi. Keyin 23-yil o'ynadik, 24-yil 4-mayda chiqib o'tiribdi. Hali o'zi aslida umidimni uzib Koreya davlatiga endi men institutni bitirganman. Magistrlik bo'yicha o'qishga harakat qilayotgan edim. Koreyaga ketaman deb turgandim. Albatta, Koreyaga ketaman deb turgandim. Amerikadan umidim uzgan edim. O'shandan keyin xayollar parishon, boshqa yutuq chiqib o'tiribdi. O'zi demoqchiman, bu Green Card lotereyasi 100%. O'z nomi bilan lotereya chiqsa chiqdi, chiqmasa kelasi yil yana harakat qilish kerak. U rasm keyin to'g'ri to'ldirish kerak. Shular bu endi Green Card'ning o'zini qonun qoidalari. Bu qonun qoidalariga biz bo'ysunishga majburmiz. Eng avvalo omad bo'lishi kerak har tarafdan. Mana shu joylarda mutaxassis sifatida ham sizdan boshqalar mutaxassis emas, shunchaki yutib olgan odamlar edi, suhbatdoshlarim. Siz shu bo'yicha mutaxassissiz. Endi sizdan shu narsalar haqida tavsiyalar olamiz. Nimalarga asosan e'tibor berish kerak? Green Card'da suhbatda Green Card'ga yutuq chiqqanni o'zi bir gap bo'lsa, u yerda suhbatga borish, boshqa jarayonlar yana bitta bir bo'lak gap bo'ladi. Buni ko'pchilik bilganlar biladi. Yutdi degani, ketdi degani emas. Buni bu yoqda juda ham katta yana joylar bor. Juda ham katta bir ishlar bor orqasida. Shular haqida bir batafsil gapirib bersangiz. Green Card o'ynayotgan odam avvalambor suhbatda xato yerdan atkaz olmasligi uchun suhbatgacha borsa, yutuq chiqqanidan keyin yutuq chiqishi omad dedik. Nimalarga qattiq e'tibor berish kerak? Shularni bir batafsil tushuntirib bersangiz. Xo'p, eng avvalo birinchi o'rinda Green Card to'ldirayotganda xato qilmaslik kerak. Meni birinchi tavsiyam, ya'ni keyin nimada? Rasmda eng avvalo birinchi talablari rasm orqa fon oq bo'lishi kerak, 600 ga 600 piksel bo'lishi kerak. O'sha fotostudiyada mana ko'plab insonlar mana bizga ham yozdi. Telefonda selfie qilib ham rasmga tushib, devor oldiga turib ham rasmga tushib tashlaganlar bo'ldi bizga. Shunaqa hozir bir joy esimga tushib ketdi. Esingizda bo'lsa, yangi Damas olib, Damasning yonida tushib jo'natganlar ham bo'ldi. Fotostudiyaga borib tushib kerak. Oilaviy rasm desak, oilaviy deganda har bitta odam alohida fotostudiyada tushish kerak bo'ladi. Sodda xalqimiz soddaliklari bor. Oilaviy choy ichib o'tirgan joyda rasmga tushib o'tirganlar ham bor, dasturxon ustida. Shunaqa holatlar ham bo'ldi. Shunaqa holatdagi shunaqa bo'lmasligi kerak demoqchi. Fotostudiyaga borib, men to'ldirish qilyapman. Alohida Green Card uchun deb aytilishi kerak, chunki men ham shu suhbatda to'ldirishga yordam berganman. Davom etamiz. Yana rasmlarga e'tibor berish kerak. Keyin to'ldirilayotganda detalni o'sha ism familiya deymizmi, tug'ilgan yil, oy, kun, sana shularga e'tiborli bo'lish kerak. Metrika bo'lsa, metrikada qanday yozilgan bo'lsa, pasport bo'lsa, zagranipasport bo'lsa qanday yozilgan bo'lsa, ID karta deymizmi. Shularga e'tibor berish kerak. Aytaylik, jinsida, boshqa nimada, yashash hududida, o'sha Green Card'da keyin qayerda tug'ilgansiz degan punkti bor o'zini Green Card'ning. O'sha yerda ham e'tiborli bo'lish kerak. Men o'zim guvohi bo'ldim. O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, O'zbekistonda o'sha o'zbek bola bo'lib turib, Avstraliyadan adashmasam shu boshqa davlat yozib qo'ygan, qayerda tug'ilgansiz degan punktida. O'sha bolani endi taqdiri nima bo'ldi, bu menga qorong'u. Lekin u narsada ham e'tiborli bo'lish kerak. Agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, O'zbekiston deb topib yozish kerak bo'ladi, belgilash kerak bo'ladi. Demak, men yana ham oydinlashtirishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda surat sifatli bo'lishi kerak ekan. Ikkinchi o'rinda bexato yozish kerak ekan ism familiyalarni, to'g'rimi? Xuddi shunday. Tug'ilgan sana, jins va tug'ilgan davlat shularni imkon qadar adashmasdan qayta tekshirib to'ldirish kerak. To'g'rimi? Xuddi shunday. Undan keyin mana to'ldirdingiz.
DS260. Aytgancha siz case nomeringiz nechi? Meni case nomerim 5345 raqam bo'lgan. Ya'ni kim baland ham emas, past ham emas, o'rtasida bo'lgan. O'sha o'rta oralardagi case raqam. Case raqam haqida ham ozgina gapirib o'ting. Case raqam nimani bildirishini yana bir eslatamiz. Xo'p, case raqam bu har bitta green card yutgan insonni o'sha yutuq sahifasida sal pastroqqa tushganda o'zi yozib qo'ygan bo'ladi case number deb. Case raqam bu navbat raqami hisoblanadi. Navbat o'sha case raqamga qarab turib elchixonaga chaqiriladi suhbatga. Elchixonaga chaqiriladigan navbat raqami. Xuddi shunday navbat raqami. Misol bir xil insonlar, u ham lotereyani ichidagi lotereya hisoblanadi. Bunday tushunarliroq qilib anglashadigan bo'lsak. Misol uchun bir xil insonlarda 11 ming, 12 ming, 15 ming, 16 ming case raqamli insonlarni ko'rdim. Gaplashdik. 15 ming. Vaholanki meniki 5345 shu bahor oylariga, bahor fasliga to'g'ri kelyapti suhbat sanasi. Ulardiki noma'lum bo'lib qoladi endi shunaqa. Case raqamlar ham omadga bog'liq. Agar case raqam pastroq, aytaylik 10 mingdan pastroq deymizmi, tushib qoladigan bo'lsa, xursand bo'lingki, siz baxtli insonsiz. Suhbatga ulgurasiz. Shunday. Bo'lmasam suhbatdan qolib ketish ehtimoli bor. Ehtimolligi bor. 10 mingdan. Demak, mana Green yutib olgandan keyin ham yutuq chiqdi deganda ham juda ham xursand bo'lmasdan turib case raqamiga qarash kerak ekan. Case raqami qancha past bo'lsa, o'tgan safar ham aytganmiz, qancha past bo'lsa shuncha yaxshi, suhbatga kirishingiz shuncha tez va suhbatdan qolib ketmasligingiz ehtimoli bo'ladi. Kechikkan sari ular bitta chaqirar ekanda ulgurmay qolar ekan. 10 mingni tepasiga, balkim ba'zi 11 minglarga ham ulgurib qolar ekan, undan oshig'iga ulgurmay qolar ekan. O'zi green kartani O'zbekistonda deylik, taxminan qancha odam o'ynaydi sizcha? Bu meni fikrim. Green kartani endi 1 million yoki 2 milliondan oshiq odam o'ynasa kerak, meni fikrim. Chunki aksariyat holatlarda biz Andijonda kam eshitganmiz. Andijonda ham vodiy hudud deylik, kam sonli odamlar eshitgan. Misol green karta desa nima u? Savol berishadi. Yosh kattalar aytaylik. Keyin bir xil insonlar ishonmaydi. Amerikaga shu yutuq chiqqandan keyin vizalar boshqa qilib ketsa bo'ladi desangiz ishonmaydi. Shunaqangi holat bor. Samarqand taraflarida ko'p eshitganmiz, mana o'zingizdan guvohsiz. O'sha taraflarda ko'plab insonlar o'ynaganligini guvohi bo'lamiz aytaylik. U tomonda green card juda ham taniqli bo'lgani uchun ko'pchilik o'ynaydi. Yutug'ini ko'p chiqishi ham sababi shu. Biz tomonlarda endi mana odamlar green card haqida 1-2 yil buyog'ida ko'proq ma'lumot. Abdug'ofur sababchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta. Oshna o'yinlar, qarindoshlari ham Abdug'ofurdan keyin shu kanal boshlovchisidan keyin green card to'ldirishni boshlashgan. O'zim ham shu qatordan. Xuddi shunday. Dilmurjon, siz hali uylanmagansiz-a? Yo'q, hali uylanmaganman. Bo'lamiz. Inshaalloh endi xudo xolasa Amerikadanmi yoki O'zbekistondan qilamizmi kelinni? Xudo xolasa O'zbekistonga kelib olib ketamiz. Menimcha kelin xudo xolasa tanlab olsa kerak. Xudo xolasa. Dilmurjon, mana yutuq chiqqandan keyin bu yoqdagi ishlar borligini aytdik. Bu yoq ham katta ish, case raqami, undan keyingi DS260 degan forma to'ldirilishi kerak. Shuni qayerda to'ldirdingiz? Bu jarayonlar haqida, suhbatgacha bo'lgan jarayonlar, shularni ham gapirib bering. Xo'p, DS260 to'ldirish kerak bo'lar ekan. Shiraka, u yutuq chiqqan paytda men institutda o'qirdim. Talabasiz bu yil bitirdingiz-a? Shu 2024-yil bitirdim. O'sha vaqtda institutda 4-kursda o'qirdim. O'zimizda Andijonda o'sha ma'lumot o'rnida Andijon qishloq xo'jaligi institutida bitirganman. O'sha vaqtda talabamiz endi xursandchilik. Institutda hali bitirmasdan turib diplomlar kerak bo'lar ekan baribir. Diplomlarda endi 23-iyunlarda qo'limizga keldi. Diplomlar bo'ldi, bitiruv bo'ldi, boshqa bo'ldi. Keyin 28-iyunda u vaqt oralig'iga doir o'sha dokumentlarni ungacha kerak bo'ladigan dokumentlarni yig'ib turdim. O'sha kollej diplom deymizmi, maktab shahodatnoma, boshqa va endi shunga o'xshash. Undan keyin diplomlarni oldik, Toshkentga yo'l oldik. O'zimizning firmaga Shavkat aka, Tohir akalarni oldiga borib, DS260 forma to'ldirgani bordik. Ya'ni 28-iyunda bordik. Men esimda shu kun. O'sha vaqtda o'sha DSlarni to'ldirib Andijonga qaytganmiz. Shu joyda kichkinagina reklamacha ketadi. Abdug'ofur ushbu kanalda ko'pchilikda xabari bor, xabar yo'qlar uchun eslatma. Green cardni to'ldirish va green cardga yutuq chiqqanidan keyin DS260 formasini ham to'ldirishni tashkillashtirgan. Green cardni to'ldirish bo'yicha onlayn ofisimiz yo'q, lekin green card yutgandan keyin Toshkentdagi ofisga borib to'ldirsanglar bo'ladi. O'zimizning hamkorimiz Dilmurjon ham ana o'sha joyda to'ldirgan. Albatta.
green kartani to'ldirishda tayyorgarliklar, suhbatga kirish, suhbatdagi bo'lgan savol-javoblar shularni ham qisqacha aytib o'tsangiz. Hop, green cardda o'sha DS 260 formani to'ldirgandan keyin uni ancha vaqt kutish kerak bo'ladi ekan. Oralig'ida o'sha vaqt oralig'ida 6 oy, 7 oy taxminan o'sha nerda yotgan bo'lsak DSda. Shu bo'yi o'sha 18-yanvarda suhbat oyiga xat keldi menga. Elektron pochtamizga xat keldi, YouTube sahifasiga ko'rindi. Ya'ni keyin 17-mart ertalab soat 9 da sizni suhbatingiz bo'ladi, konsultatsiyaga kelasiz degan. Shundan keyin bu yerda undan keyingi jarayonlar boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana mart oyiga suhbatlarim belgilandi va men dokumentlarni yig'ish jarayonini boshladim. Sizlarga birin-ketinlik bilan qanaqa dokumentlar yig'iladi, nima jarayonlar bo'lyapti, shular haqida tanishtirib o'tishlikka harakat qilaman va birinchi navbatda o'zim yashaydigan hududdagi poliklinikadan 063 forma olgani keldim. Bu jarayon haqida aytib beraman sizlarga. Ya'ni birinchi o'rinda medko'rikka dokumentlarni yig'ish kerak. Shu 063 forma deymizmi? O'sha o'zini talablari bor ekan. Medko'rikdan o'tish kerak, vaksina olish kerak ekan o'sha nimada. Shu medko'rik masalasida to'xtalib, medko'rikdan o'tmay qolgan insonlar ham bo'lgan ekanmi? Tajribada yoki hamma o'tar ekanmi? Masalan, qayerdir kasal, nimadir bo'lsa o'tmay qolish mumkinmi? Men buni guvohi bo'lmadim. Medko'rikdan o'tmasdan qanaqadir nima bo'lgan, lekin medko'rikdan shuni eshitdim. Medko'rikdan javobi kelmasa elchixonaga o'sha biroz vaqt o'sha medko'rik javoblari kelmaganda viza bermasdan o'sha natijasiga qarab turib berar ekan, lekin viza berar ekan. Medko'rik javoblari kelgandan keyin. Medko'rikdan o'tdingiz. Undan oldin medko'rikka kerak bo'lgan dokumentlarni yig'dik. Xo'p, medko'rikka kirishdan oldin 3 rasm talab qilinadi. Asosan shu elektron holat talab qilinadi. Hozirgina shu Andijonda Yangi bozorda joylashgan rasmxonada rasmga tushib, elektron holatda telefonimga tashlatib oldim. Shu zaylda davom etyapti jarayonlar. Medko'rikga eng avvalo 063 forma, keyin rasm kerak bo'lar ekan, COVID sertifikat endi talab qilingan va undan keyin sudlanmaganlik va uylanmaganlik haqida isbot olish kerak. Bu Davlat xizmatlari markazi, Andijon shahar Davlat xizmatlari markazidan olinadi. Bo'yda odamlar uylanmaganlik haqida ham bitta nima olish kerak? Spravka olish kerak. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana dokumentlarni yig'ish jarayoni davom etyapti. Uylanmaganlik va sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma olish kerak. Davlat xizmatlari markazida mana hozirgina olib chiqib uyga qaytyapmiz endi mana ma'lumotlar. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan keyingi jarayonlar haqida ham birin-ketinlik bilan aytib berishlikka harakat qilaman. O'sha hamma dokumentlarni yig'ib oldim. Keyin Tohir akamga aloqaga chiqdim. Tohir aka istaqa yig'ib oldi. Qachon bordik? Mana kuni kelinglar. 3-fevral kuni bordik. Hamma dokumentlarni oldik. O'sha institut diplom deymiz, ular diplomlarni qaytarib berishgan va shu bo'yi medko'rikka borgandan keyin hamma voenniy bilet, institut, kollej, maktab shahodatnomasi, nima o'qish haqida nimalarni olib bordik. Shu uylanmaganlik, sudlanmaganlik haqida qog'oz, medko'rikka nimalar dokumentlarni yig'ib 3-fevral kuni bordik Toshkentdagi ofisimizga. Yerda hujjatlar tayyorladinglar? Albatta, u yerda hujjatlar tayyorlandi. Keyin medko'rikka o'sha o'zini to'lovi bor ekan. $285 bir kishi uchun. $285. Bu ya'ni 18 yoshdan 25 yosh oralig'idagi insonlar uchun ekan. Men bilganim $285 to'lovi bor ekan. Undan yoshi katta bo'lsa o'zgaradi narx. Ha, yosh katta bo'lsa, o'sha farq qilar ekan ozgina. Yosh kichkina bo'lsa. Keyin yana qaytib keldingiz. Videolarni qo'yib ketamiz. Jarayonlarni olib ketgan, iltimos qilganmiz. Ketayotgan, kelayotgan, qilayotgan ishlaringiz haqida videolar qilib turing deganmiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana suhbatgacha bo'lgan dokumentlarni yig'ish jarayoni davom etyapti. Mana suhbatim belgilangan 17-mart sanasiga, 7-mart sanasiga medko'rigimiz belgilandi. Mana bugun 6-mart. Xudo xolasa Toshkentga ketyapmiz mana. Perevonda to'xtagan edik. Sizlarga birin-ketinlik bilan nima jarayonlar bo'lyapti, qaysi bosqichlarda boshimdan o'tkazdim. Shular haqida birma-bir aytib, yoritib ketishlikka harakat qilaman. Bizni kanalni kuzatishda davom eting. Podpiska bosib, like bosishni esdan chiqmasin. Hammaga omad.
suhbatga boradigan kunimiz bo'ldi. Avval sizni suhbatga tayyorlashdimi? Bunaqa desa bunaqa deyishingiz mumkin deb tayyorlanar ekanmi? Ko'rmadi? Albatta. Tohir aka juda a'lo darajada tayyorladi. Juda minnatdorman Tohir aka, Shavkat aka, Saidjon aka, eng avvalo Abdug'ofur aka mana. Chunki mana suhbatga tayyorlovda qanaqa savollar berishlik ehtimoli bor. Nima savollarni berish mumkin? Unga qanaqangi yondashuv bilan javob berish kerak? O'shalarni shu detalni qilib Tohir akani o'zi tayyorladi. Menga shu suhbatingiz bo'ladigan kundan 2 kun oldin keling deb tayyorladi. O'sha 15-mart kuni keldim. 15-mart kuni Toshkentga keldim. Bu shanba, yakshanba shu 15-16 qoldik. Shu bo'yi dushanba suhbatga chiqdim. Shanba kelishim bilanoq, shu Andijondan kelishim bilan Tohir aka suhbatga tayyorlash boshlandi. Ataylaridan ular chalg'ituvchi savollar berar ekan. Shularga ham qanaqa javob berish kerakligi haqida tayyorlanganda, Albatta. suhbat kuni keldi, kirish atrofida turibsiz. U yog'ini ham ayting. Suhbat kuni endi hayajon bor. 17-mart kuni ertalab firmaga bordik birinchi o'rinda. Firmaga borib, o'sha mehmonxonada qilgan edik endi hozir. Firmaga borib dokumentlarni bizga tayyor qilib qo'yishgan ekan Tohir aka, o'sha perevod qilib suhbatga tayyorlab qo'ygan. Eng avvalo taxlash kerak. O'sha dokumentlarni taxlab tayyorlab qo'ygan ekan. Shunisiga e'tiborli bo'lish kerak. O'sha suhbat kuni keldi, o'sha bir chekkadan boshlab kirishni boshladik. Keyin suhbat navbat bilan o'sha 4-5 qilib kirgizar ekan. Eshikda turibmiz. O'sha pasportlarni beramiz ekan, kirorishda. Kirorishdan boshlandi, Amerikani vayta boshlanadi. Albatta. Bir kirib ko'rganman. Ba'zilar ba'zi suhbatlarimizda aytganingiz bo'lsa kerak, men kirganmanda Albatta. qo'l-oyoqlarni tekshirib anaqalar bilan shu amerikanskga o'xshagan odamlar ishidan kirishdan boshlar ekan. Sizda qanday bo'ldi shular? Menda juda bir ajoyib bo'ldi. Sizga pasportlarni berdim, keyin alohida turingman yergan edi o'sha pullarga. O'zi ahronasi bor ekan, nazorat qilib kiring deb eshikni ochib kirgizarkan. Keyin bu yerda o'sha disketda edim. Disketingizgacha, kamarni yeching, o'sha kontrol, nazoratga o'tilgan. Dokumentlarni berdim ularga ham. Ular ham o'sha tekshiruvdan o'tkazishdi. Shu bilan ichkariga mana chizig'i bo'yicha kirib ketasiz deb yo'l ko'rsatishdi muloyimlik bilan. Undan keyin suhbatni o'sha kirib ketdim, ichkari kirib ketdim. Kirorishda yo'parada shu 3-okошка bor ekan. U yerda to'lov qilinadi. Elchixonani o'zini to'lovi bor. $230. O'sha to'lovni qildim. $350 berdim. $20 menga qaytarib berishdi. Qaytarib. Ko'pchilikda shu nima bor? Men ham borganimda, men turist viza bilan borganman. Green karta hali yutuq chiqmadi, nasib qolar inshaalloh. O'zimga o'zim intervyu berib boraman. Shunda deydi. Xudo xolisa menga shunaqa ma'lumot berishgandi. Bu yerda shu $185 bo'lganida, $185 qilib oling, pullar yangi bo'lsin deganida. Demak, olib borsiz qaytib berish muammo emas, ha? Yo'q, qaytib berish muammo emas. Qaytib berish. E'tibor berish kerak. Men beli bukilmagan, yaxshi pul oling deyish. Imkon qadar bu yerda manaqa ekan deb muammo topadigan holat bo'lmasligi kerak-da. Bo'lmasligi kerak. Iloji boricha shunga ham e'tibor berish kerak. Keyin o'sha 3-okошкада pasportlar bor ekan. Bo'ydoqligim uchun pasportimni berdim. Dokumentlarim qo'limda turibdi. To'lovni qildim, to'lov chekini berdi. Siz marhamat kutib o'tiring, kutib turasiz deb o'zi u yerda o'sha 1-2 o'sha 5-6-okошкаlarni dokumentlarini qabul qilishar ekan, dokumentlarni olishar. Tekshirib o'sha konsulga uzatishar ekan. Men 1-2-okошкani yanada endi u yerda oilalilar bor, bo'ydoqlar bor, odam ko'p, farzandlar, shu baqir-chaqir bo'lib turibdi. O'sha turibman 1-2-okошкani o'rda navbatini kutib. Aytish esimdan chiqdi, eshik tagiga kirayotganda bejik berilar ekan. Har bitta odamga bejik qadab qo'yishar ekan. Ya'ni raqam. Meni raqamim o'sha 67-raqam bo'lgan. 67-raqam. Bejik. Shunaqa. Keyin o'sha 1-2-okошкani oldida kutib turibman. Bu yerda ism familiyamni eshitdim. 3 marta chaqirdi. Endi bola chaqa, boshqa baqir-chaqir u yerda birov farzandlariga qattiq ham gapira olmaydi, boshqa. Keyin Nabiyev Dilmurodjon 6-okошкаga keling. Nabiyev Dilmurodjon 6-okошкаga keling. O'zbek tilida. O'zbek tilida. Keyin o'zim bunday xursand bo'lib yugurib bordim. Xursandchilikdan. Keyin dokumentlaringizni bering. Shu birma-bir institutda diplomni alohida bering dedi. Men tushunmayapman, hayajon bor, baribir papkada qo'limda diplom turibdi. Tushunmasdan hammasini beryapman. Janob
iltimos sizni ham bizni ham vaqtimizni olmang. Diplomni alohida bering, dokumentlarni birinchi bering dedi. Birinchi dokumentlarni berib yubordim. Endi bilasiz bizda O'zbekiston bakalav diplomlar uzoq kattaligini hisobiga. Keyin berib yubordim. Shu bilan suhbatga kutib o'tirdim. Navbatim kelishligini. Ha, hujjatlar berib qo'ydik, hali suhbat boshlanmadi. Hali suhbat boshlanmadi. Uni konsulga uzatishar ekan. O'shandan keyin kutib o'tirdim. Bu yoqda oilaliklar, bo'ydoqlar, boshqa farzandlar bilan kelgan oilaliklar suhbatdan o'tyapti, atkazilganlarni ko'ryapmiz. Endi men konsulda ro'parasida o'zi stollar qator terilgan bo'lardi. Ana shu yerda o'tirgan holatda bir eshitilar ekan, biroz qanaqangi savollar bo'lyapti, qanaqangi javob berilyapti. Ularni eshitib o'tirdim. Keyin atkazilganlarni ko'rdim. O'sha yerda rad javobini ham olishdi. Rad javob Green card yutganlar bir kunda keladi, to'g'rimi? Green card yutgan odam aytolmaydi. Green card yutgan odam rad javobini olganlarni ko'rdik. Ya'ni rad javobi asosan rasm, aytib o'tganimizdek rasmda yoki qanaqadir misol o'zim guvohi bo'ldim, o'sha green card yutgan asosiy aplikan arizachi turmush o'rtog'ini qanaqadir ismida yoki tug'ilgan yilini bir xil qilib yozib qo'ygan. Tug'ilgan yilini bir xil qilib yozib qo'ygan, shunda rad javob To'ldirishdagi xatolik. Shunga e'tiborli bo'lish kerak iloji boricha. Shu atkazasa ham shundan atkazib oladi. Shundan atkazib oladi, rasmdan. Men 3-4 ta odam misollarni ko'rdim, rasmdan atkazib oladi. Endi ularni kayfiyatini ko'rib biroz baribir tushkunlikka tushasizlar ekan. Holatda. Menda qanaqa bo'larkan deysizmi? Albatta. Keyin bu yoqda o'tirgan odam ozayyapti, oilaliklar, bo'ydoqlar, sekin-sekin stol atrofimdagi insonlar ozayyapti. O'sha viza bir xillar viza olib chiqib ketyapti, xursandchilik, yashil qog'ozni berib nimada. Yutgan odamga yashil qog'oz beradi, shu joyda. Yashil qog'oz, oq qog'oz, qizil. Farqi yo'q ekanmi? Farqi yo'q uni, farqi yo'q. Shu siz immigratsiya qizil olsangiz ham yashil olsangiz ham farqi yo'q. Immigratsiya vizangiz ma'qullandi. Bu xursandchilik menga. Keyin navbatini kutib o'tiribman 65, 66. O'sha 65-chi bejikdagi inson bilan birga kvartirada, mehmonxonada qolgan edik. Tanishib qolgan edik. U bola ham o'sha o'zimiz firmada taklif qilgan ekan. Keyin u bolani birinchi chaqirdi. U bolani 7-okrushkaga chaqirdi. O'sha taniqli okrushka. Xuddi shunday. Ko'pchilik aytadi, uni atkaz beradigan okrushka deb, qattiq qolib. Keyin 8-okrushkaga sразу meni chaqirdi. 67-chi rus tilida aytdi. Aksariyat holat u yerda men guvohi bo'ldim. 7-chi, 8-chi, 9-chi okrushkalarda suhbat bo'lyapti. 8-chi okrushkaga chaqirdi, rus tilida endi shu nima qilib chaqiryapti. 67-chi nomerli inson 8-chi okrushkaga. O'zimda xursand, o'sha tasma to'sib qilib qo'yilgan ekan. Lentalar bilan to'sib qo'ygan. Lentalarni o'tilgan ekan, keyin konsulda oldiga bordim. Yanimda 7-chi okrushkada o'sha sherigim, tanishim suhbati bo'lyapti. O'sha salomlashib yozishyapti. Men konsul bilan salomlashdik, a'lo kayfiyatda. Men ham a'lo kayfiyatda edim. Shu bilan menga aytdi, o'sha rus tilini tanlaysizmi, ingliz tilini tanlaysizmi? Iltimos, o'zbek tilini tanlayman deb javob berdim. Ruscha bilan inglizcha so'radi, o'zbekchani aytmadimi? O'zbekchani nima qilmadi, aytmadi. Keyin iltimos o'zbek tilini tanlayman dedim. Bir daqiqa dedi. Orqasiga qayrilib turib, tarjimon olib keldi. O'zbek qiz tarjimon. Shu tarjimonni olib kelgandan keyin отпечатка olar ekan. Chap qo'lni qo'ying, отпечатка. O'ng qo'lni qo'yasiz dedi. Boshqa bilan qo'yasiz. Отпечатка oldi, keyin qasam ichasiz. Qasam iching, men aytayotgan takliflarim, o'sha gaplarning hammasi rostligi qasam ichaman, qasam iching. Qo'limni ko'tardim, o'ng qo'lingizni ko'tarib qasam iching. Qasam ichdim. Shu bo'ldi. Ajoyib hayajon bo'ladi. Albatta hayajon bor. Qasam ichishlar ham bo'lakchada, o'sha boshqa dunyoda turganda bo'lasiz. Men ham o'tganman. Hozir aytib beryapsiz, tasavvur qilyapman. Men sizlarga yana tushunarliroq qilib qolib tushuntirdimmi? Men shunaqa tasavvur qilgandimki, suhbatga kirganda bitta xonada konsul stolda o'tiradi. Bitta ham rahbar xonasiga kirsa o'tiradi, shunaqa deb tasavvur qilardim. Konsul o'tiradi, kasbim shunga yopsaydi, siz yoniga borasiz. Mana shunda divan stolda o'tirib suhbat qilasiz. Yoniga o'tirib, xuddi bir bemor doktorni qabuli yo'q, unaqa emas ekan. Xuddiki banklarda qator nimalar, oynachalar bo'ladi, kichkina teshik bo'ladi-yu, shu yerda gaplashasiz-ku, haligi kichkina mikrofoncha orqali. Xuddi shunaqa bo'lar ekan. Bilmaganlar uchun bu ma'lumot bo'lib qoladi deb o'ylayman. O'zi qator xuddi banklardan pul olib pul beradigandek kichkina teshikchalar, mikrofon, yuz emas, mikrofon orqali zo'rg'alatdan eshitilar ekan. Savollar boshlandi.
xuddi shunday savollar boshlandi. Bundan oldin nima sababdan o'zbek tilini tanlaganimni aytib o'tsam, endi o'zi ingliz tilini bilaman. Ingliz tilini bilasiz Ingliz o'zi. tilini bilaman, xabarim bor. Chunki menda baribir ular ingliz tilida gaplashadigan bo'lsa, native speaker hisoblanadi. Ona tili ingliz tili bo'lganlarda biroz hayajon bor. Har qanday insonni bunaqangi hayajonli kunda sir bosadi deb o'ylayman. O'zbek tilida tadbir shu To'g'ri, o'zingizni qiynashgan anaqa yo'q, chunki ular o'zbek tilida tarjimon topadi yoki o'zbek tilini biladigan odamga qo'yadi-da. tarjimon orqali уже suhbat boshlandi. Qasam ichgandan ham boshlandi. Birinchi bergan savoli, siz universitetni bitirgansiz-a, kana deb savol berdi. O'zi aslida institutni bitirgan. Yo'q, men institutni bitirganman. Chavut savol beryapti. Men qachon qaysi yilda bitirgansiz? O'tgan yil bitirganmisiz? O'tgan yil bitirganman. 2024-yil bitirganman. O'zi qaysi sana, qaysi nima uni aytib o'tirmadi. Uni so'ramadim. 2024-yil bitirganman. Bugun buyoqqa boshlanib ketdi. Sohangiz bo'yicha biror joyda ishlaganmisiz? Yo'q, soham bo'yicha hali ish topib olganimda ishlamadim. Siz nima sababdan ishlamadingiz shu vaqtgacha? Mana suhbatga kelgungacha nima ish qildingiz? Sohangiz bo'yicha deb savol berdi. O'zimizda kanarskiy yetishtiramiz, palmaga teplitsamiz bor. O'shani aytdim. Men ham Tohir aka shu aslida tayyorlagan. Nima shunaqa savol berishini men o'zim taxmin qilganim. Nima deysiz? Shunaqa savol bersa, nima deb javob bersam bo'ladi? Nimaga ishlamadingiz degan savol. Xuddi shunday. Nima deb javob bersam bo'ladi? Nima qilasiz o'zi? Hammasi o'zimizga teplitsa dehqonchilik shuni yetishtiramiz. Aytdim, o'zimizda shu dehqon anaqa tadbirkorlik qilamiz. Teplitsada palma guli yetishtiramiz. Hayron bo'ldilar, ajablanib, bir-biriga tarjimonga qarab ajablanyapti. Noodatiy-da, o'zbek xalqi uchun hamma kira qilaman, boshqa qilaman, shunaqa degan gap. Chunki undan oldin, yana esimdan chiqib aytish, undan oldin siz qaysi sohani bitirgansiz deb savol berdi. Men buxgalteriya hisobi auditni bitirganman. O'shani aytib beryapman. Tarjima orqali gaplashyapmiz. Ba'zi savollarga shoshilib ham tushunib turibman. Shoshilib javob beryapman-da. Oxiriga eshitmasdan. Shunaqangi holat bo'ldi. Keyin hayron bo'lgani sababi shu buxgalteriyani bitirgan bola. Bir odamda tasavvur bo'lsa kerak, nimaga dehqonchilik qiladi? Mutaxassislik bo'lsa. Shunaqa. Keyin savoli o'sha boshlanib ketdi. Undan keyin savollar. Politsiya bilan muammongiz bo'lganmi? Tarjima qilib ichki ishlarda qanaqadir muammongiz bo'lganmi? Yo'q, muammoim bo'lmagan. Uylanganmisiz? Yo'q, uylanmaganman. Farzandlaringiz bormi? Yo'q, farzandlarim yo'q. 6 oydan oshiq muddat biror davlatda yashaganmisiz? Bo'lganmisiz? Yo'q, endi 6 oydan oshiq bo'lmaganman. Rostini aytdim. 6 oydan oshiq hech qanaqa davlatda bo'lmaganman, lekin 2 kun Qirg'izistonga o'sha sayohatga, bozorlik boshqa nimaga chiqib kelganmiz deb aytdim. Sayohat qilib kelganmiz. Keyin hayajonli payt boshlandi. Keyin nimadirlar qildi, kompyuterga suqlab turib yashil qog'oz bo'lar ekan. Alohida qo'yib qo'ygan bo'lar ekan yashil qog'oz. Tabriklaymiz. Yashil qog'oz bo'lyapti o'sha vaqtda. Tabriklaymiz. Sizni dokumentlaringizda hech qanaqangi muammo yo'q. Sizni vizangiz ma'qullandi. Mana shu manzildan kelib olib ketasiz deb o'sha Seul Plaza bo'lar ekan, o'tib o'sha Seul Plazani o'sha 1-2 hafta ichida olib ketsangiz bo'ladi deb menga tushuntiryapti. Keyin u paytda til aylanmayapti, nima deyishni bilmayman. Xursandchilik. Keyin Yo'q, ura deyishni bilmaysiz, yo rahmat deyishni bilmaysiz. Keyin konsul ham menga qarab kulib, nima qilyapti? Ingliz tilida thank you deb chiqib ketdim. O'sha ham kulib qo'ydi. Dokumentlarni qaytarib berdi. O'sha nima dokumentlarni bergan bo'lsa. Pasportimizni olib qoldik. Pasportimizni olib keldik. Shuna qilib, yashil qog'ozni olib, vizamizni ma'qullatib chiqdik. Viza. O'zi chiqarishda ham ahlanalari bor ekan. Chiqarish kayfiyatda siz to'g'ridek eshikka borasiz, shu tarafdan chiqib ketsangiz bo'ladi. Ularga rahmat aytgan deb. Chiqarish kayfiyat. Suyunchi so'rashmadimi? Yo'q. Ular kayfiyatga qarab yutgan bo'lar ekan. Ba'zilar aytishgan, suyunchi so'ragan deb. Ularda yo'q ekan. Chiqarish kayfiyati nima bo'lsa, muomalasi yaxshi ekan har taraf. Yana bitta qiziq savol, ko'pchilik uchun qiziq. Necha pul xarajat qildingiz umumiy? Nimalarni detalni ko'p aytdik. Green card uchun $330, Medcore uchun siz umumiy bo'ydoq uchun qancha ketar ekan? Masalan, chipta olguncha, chiptani qanchaga oldingiz? Shularni ham aytib o'ting. Xo'p, xarajatlari kelsak, endi men bo'ydoq bo'lganligim uchun, endi o'zimiz firmada dokument qilganligimiz uchun menga shu hamkorlikda qilganligimiz uchun mendan firma to'lovi olinmadi. O'zi aslida
bo'ydoqlarga $400, oilalarga $500 boshlang'ich rasxoti bo'ladi. Ya'ni ki bunda o'sha dokumentlar tarjima qilish, suhbatga tayyorlov, shunga o'xshash nimalar, xizmatlar kiradi. Shunaqa. Undan keyin medko'rigiga to'lov bor ekan. Endi bordi keldi xarajatlar bo'ladi, boshqa Toshkentga bordi keldi xarajatlar. Asosiy o'sha medko'rik to'lovi $285. Keyin vaksina olish kerak. Medko'rikka kirib chiqqandan keyin vaksina olish kerak ekan. Vaksina oldim. Shu yelkadan ikkita, bu yelkadan, chap yelkadan, bu yelkadan bitta vaksina olinarkan. Men shunaqa yozib bergan edi, 750 ming so'mga vaksina oldim. Undan keyin buyog'i o'sha elchixona to'lovi bo'ldi. $330. Demak, 330 buyog'i medko'rik. Agar firma to'lov bo'lsa, endi plus minus $1000 dan oshadi. Viza olib chiqqandan keyin $235 green kartani to'lovi bor. Bu ham to'lov qilish. Buni to'lamadingizmi? Yo'q, hali to'lamadim green card to'lovi. U yoqqa borib to'laysizmi? Balki mana shu yerda, balki u yoqqa borib to'laymiz. Ko'pchilik ana ko'rsatuvlar ko'rganimizda Abdug'ofur bu yerdan turib kelgan qisqa videolarda Telegram kanalida aytgancha eslatib o'tamiz. Abdug'ofur YouTube kanalidan ko'rib turibsiz. Instagram va Telegram kanallari ham bor. Uni shu kanalda tagida havolalarni qo'yib ketamiz. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. YouTube kanalida chiqmaydigan lavhalar, qisqa kerakli bo'lgan ma'lumotlar Telegram kanalida ketadi. Va Instagram kanaliga ham. O'sha Telegram kanalida qo'ygan. Imkon boricha O'zbekistonda to'lab kelish kerak ekan. Chunki bu yoqqa kelganda vaqt cho'zilmas ekan degan bitta video ko'rgan edim. Endi aytgan edi. Men ham shu eshitganim sizga tavsiya qilaman. O'zingiz mutaxassis bo'lgan siz ham. Albatta. Demak, 1200 atrofida, 1250 atrofida xarajat bo'ladi. Bu o'sha viza olib chiqqungacha bo'lgan, endi bo'ydoq rasxoti. Endi bo'ydoqniki yana ham oshib ketadi. Sababi medko'rikka to'lov qilinadi. Boshqa igna test deymizmi, shunga o'xshash farzand soni ko'p bo'lsa, shunga qarab turib, rasxoti ham ko'p bo'ladi oilada. To'g'ri. Keyin o'sha $235 green card to'lovi, keyin avia chipta bilet olish kerak. Chiptani necha pulga oldingiz? Chiptani $690 ga oldik. $690. Demak, $2000 ga yaqin holat bo'lyapti. 1200 bu yog'i, 600, 700 bu yog'i. Plus minus $2000. Toshkentga borib kelgan xarajatlaringiz, biz Andijondaligimiz uchun xarajat hisoblanadi. U yoqqa borish, mehmonxonada turish, shularni ham viloyatliklar uchun eslatib o'tamiz. Amerikaga keyingi savol, yana $2000 xarajat bo'ldi. Endi odatda Amerikaga pul olib ketish kerak bo'ladi. Bu ko'p aytiladi. Qancha pul ko'p olib ketsa shuncha yaxshi. Siz pul olib ketyapsizmi? Qancha olyapsiz? Xo'p. Endi hamma o'zini albatta, hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib turib oladi. Endi baribir xarajatlari bo'ladi. Endi u yerda baribir birov bilan hamma o'zi bilan, o'zini tashvishi bilan yurganligi sababli shu pul so'rasangiz yo'q u yoqqa borganda. Endi qancha olib ketayotganimiz sir bo'la qolsin. Imkoniyat boricha olib ketishga harakat qilyapmiz. Ko'proq olgan yaxshi ekan demoqchiman bu bilan. Chunki mana siz ijarani uyda gaplashdingizmi? Uyda endi gaplashamiz. Endi bu yoq endi hali ketishguncha vaqt bor. Ijara bor. Ayniqsa oilali bo'lganlar uchun oldindan 2 oylik to'lov to'lash kerak bo'lar ekan. Masalan, $1,500 dan bo'lsa $3,000 bu ham xarajat oldindan to'lanadi, ketmasdan avval. Yana u yerdagi tirikchilik xarajatlari va borgandan keyingi bo'ladigan xarajatlar bor. Borgandan keyin birinchi qilinadigan ishlar bor, mashina olish kerak, boshqa. Nima qilmoqchisiz? Shu haqida ham ayting. Trakchi bo'lmoqchimisiz siz ham? Rejalarim boshqa. Endi boshlang'ich rejalar bo'yicha endi el qatori hamma qilgan ish to'rdash dastlabki. Boriblar endi mashinani olgandan keyin dastlabki qilish planlar, rejalarim bor. Undan keyin sinel pravani olib, bir qancha muddat o'sha moliyaviy imkoniyatim yaxshilab olgandan keyin universitetga topshirib, o'sha magistrlik darajasiga o'qimoqchiman. O'zimning mutaxassisligim bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarida ishimni davom ettirish rejam bor. Hali bu rejam hech kimga aytmagan edim. Aksariyat holatda trakchi bo'laman. Aslida trak haydab nima qilish rejamizda bor, lekin asosiy rejamiz kelajakda shu buxgalteriya bo'yicha mutaxassislikni yuritish u yoqda Amerikada. Maqsadingiz trakchi emas, o'zingizning mutaxassisligingiz bo'yicha ishlamoqchisiz. Trakchilik ham albatta yo'l-yo'lakka bo'ladi. O'zbeklarimizni deyarli 80-90% baribir trakchi bo'lib ishlasa kerak. Chunki eng daromadli kasblardan bittasi. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Avvalambor borganlar birinchi o'rinda DoorDash,
deganimiz shu yetkazib berish xizmati, oziq-ovqatlar yetkazib beradi. Shunaqa qilib ishlab turishadi odatda. Bilet qachonga oldingiz? Qaysi kuni Amerikaga boradigan bo'lib turibsiz? Biletni xudo xohlasa 15-aprelga oldik. Prямой reysga oldik. Toshkent, Nyu-York oldik. O'zbekiston. 15-aprel. Oz qolyapti yana. Xudo xohlasa Abdug'ofurni o'zi kutib olsa kerak. Buni bu yog'iga xudo xohlasa adaptatsiya ko'rsatuvlarini seriali bo'ladi degan umiddamiz. Abdug'ofurdan iltimos qilamiz. Borishdan tortib, bu yerda sim karta olish, mashina olish, kvartiraga joylashish va hokazo ishni o'rganib ketish borganda yetkazib berish xizmatida ishlayman deyapti. Uni ham dabdurustdan o'zingiz o'rganib ola olmaysiz. Mashinaga o'tkazib bir kun o'rgatish kerak. Shu seriallarni davomli ko'rasizlar deb bizni kuzatishni davom etinglar, kuzatib borishlarini tavsiya qilamiz. Dilmurodjon, mana hozir Amerikada O'zbeklar kanalidan chiqyapti. O'zingiz ham ijtimoiy tarmoqlarda sahifangiz bormi? Telegram, Instagrammi yoki YouTube'ingizmi bormi? Alisher aka, xo'p, shuni aytadigan bo'lsam, 17-mart kuni suhbatga kirib chiqdim. Kirib chiqqanimdan keyin o'sha bizga berilgan yashil qog'oz tasdiqlanganligi haqida qog'ozni Telegram kanalimizga qo'yganimizda juda ko'plab insonlar fikr bildirib, tabriklab, reaksiyalar qoldirgandan keyin tushunib yetdimki, ko'plab insonlarga oldin hurmatim borligini his qildim. Endi tushunib yetdim. Kuzatishar ekan. O'zimga ham Siz uchun xursand bo'lishganda ular. Xursand bo'lishib, o'zimga ham yozishdi, tabriklaymiz, bizga ham nasib qilsin. Boray bo'lsin deb yozishdi. Shu sababli ilhomlanib o'zim ijtimoiy tarmog'imni ochdim. Instagramda agarda Amerika hayoti, Amerikada bo'layotgan jarayonlar, men o'zim ham o'zim video qilib yoritib berishlikka harakat qilaman. Qanaqa adaptatsiya jarayonlarini o'tyapman, qanaqa bosqichlar bo'lyapti, yangi borgan green cardga yutib borgan bola hayoti haqida blog yuritish haqida o'ylab Amerikaga yetib borgandan tortib ish topib boshlab ketayotgan jarayonlar haqida nafaqat Amerika bu kanalimizdagi Abdug'ofur videolaridan, balki o'zini Instagram sahifasidan ham kuzatishingiz mumkin. Biz agar Instagramni ochgan bo'lsangiz, mana shu joylarda havolasini qo'yib ketamiz, Instagram havolasini o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Amerikaga borib moslashish qanday bo'lishi haqida ukamiz qiziq videolar qo'yish niyatida. Biz o'zimiz kadr ortida gaplashganmiz, maslahatlashganmiz. Dilmurodjon ham salkam bloger bo'lishni boshlab qo'ygan. Xudo xohlasa rejalarimiz shunday. Dilmurodjon, taxmin qilyapman, lekin o'zingizdan bir eshitmoqchiman. Amerikani qaysi shtatiga, kim yoniga ketyapsiz? Bu yerda qarindoshlar, oshnalar bormi? Bu yerda qarindoshlarim yo'q, lekin nima desam bo'ladi, Abdug'ofur aka bor. Nasib ustozimiz desak ham bo'laveradi, tom ma'noda. Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahriga, Abdug'ofur aka nomiga borish rejam bor. Xudo xohlasa Abdug'ofurga qo'shni bo'lib, inshaalloh omadingizni bersin. Kelajakda yerlardan ham balki uy ham olamiz. Oilamizni chaqirib mehmondorchilik boshqa ham bo'ladi, xudo xohlasa Amerikalarda. Rejalar bor, xudo xohlasa. Rejalaringiz davomida O'zbekistonga qaytib kelish bormi? O'zbekistonga qaytib kelish endi vatan sog'inchi bo'ladi, ota-ona sog'inchi, qarindoshlar, oshnalar sog'inchi bo'ladi. Albatta bor, endi butunlay qaytib kelishga keladigan bo'lsak, bor. Chunki bar o'zimiz yurt, vatanimiz. Vaqti kelganda Amerika davlati ham baribir tom ma'noda ishlash uchun boramiz. Sharoitimizni qilamiz, moliyaviy imkoniyatimizni yaxshilaymiz deb boramiz. Vaqtlar o'tib kelgandan keyin o'sha O'zbekistonga qaytib kelish mumkin. Barakalla. Bir odam aytgan ekan, ismi esimda yo'q, qandaydir taniqli odam. Amerika narigi dunyoga o'xshaydi. Ketgan odam qaytib kelmaydi degan borida siz shu maqolni buzsangiz ajab emas. Albatta. Dilmurodjon, ko'rsatuvimizni oxirlab qoldi. Kanalimiz obunachilariga dil so'zlaringiz. Hop, kanalimiz obunachilariga avvalambor sihat salomatlik tilayman. Mana ko'plab insonlar green cardda o'ynab Amerika orzusida degan insonlarni ko'p ko'rdik, mana bildik, eshitdik. Ularga ham omad tilayman. Mana may oyi yaqinlashyapti. 3-may sanasida ular ham green cardda sohib bo'lishligini, viza olib chiqib mana qanday xursandchilik bo'lishligini ularga ham tilab qolaman. Tilaylarim shu, bizni kanaldan uzoqlashmang. O'sha Amerikaga borgandan keyin adaptatsiya jarayonlari qanaqa bosqichlardan o'tilyapti bu yerda. O'shalar haqida yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarda avvalambor Amerikadagi o'zbeklarda hayotda qanaqa jarayonlar bo'lyapti. O'sha bizni kanalda kuzatishingiz mumkin bo'ladi, xudo xolisa. Bizni kanaldan uzoqlashmang. O'zimni Instagram sahifamda ham o'sha o'zim bosib o'tgan qadamlar haqida ham
yoritib berishlikka harakat qilaman. Bizni kanaldan uzoqlashmang, Amerikadagi o'zbeklar kanalidan obuna bo'lib, podkastga tashlashlik esidan chiqmasin. Dilmurodjon, siz bilan bo'lgan samimiy suhbat uchun rahmat. Xudo xohlasa obunachilarimiz uchun ham kerakli ma'lumotlar, qiziqarli suhbat bo'ldi deb umid qilamiz. Agar siz ham Amerikaga ketish niyatida turgan bo'lsangiz, Amerikani orzu qilib turgan bo'lsangiz, bizni ko'rsatuvlarimizni ko'rishda davom eting. Aziz tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizni suratga olib turgan joyimiz Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidagi Shashlik markazida olinyapti. Ko'rsatuvda olishga ruxsat berganlari uchun ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.